Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun o'zimiz har doim ish olib borayotgan seximizdan ozgina video obzor qilmoqchi edik. Shunga bir videolarimizni ko'rib o'tasizlar. Xudo xolasa mana bu yerda akfa ishlarimizni, zakatlarimizni yarim to'liq holatda yutkazib bo'ldik. Xudo xolasa kerak bo'ladigan bo'lsa har xil fasonda chiroyli qilib beramiz. Bular ucuz bo'lakalar, ucuz tushunayotgan bo'lsa kerak, bu brendini ham, boshqasini ham, buni arzonroq variantlari ham bor. Bu yaxshisidan bu. Aynalarni o'sha zakaz qilib qo'yganmiz, olib borib o'rnatib, keyin aynalarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Shunday ketishda texnikada qiyinroq bo'lib qoladi. Bularimizni kvadratini 600 mingdan qilib beryapmiz. Eshiklarimizni 650 mingdan qilyapmiz. Ozgina farqi bor, nimaki bunga qo'shimcha profillar ketadi. Yana undan tashqari bizni endi eshik romlarimiz mana bu ham yarim to'liq holatda. Bugun xudo xolasa olib borib o'rnatmoqchimiz buni. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ikkita eshik, ikkita romimiz bor. Hammasi o'zimizni mana shu sexda butadi. Bu yoqqa olib borib, bu yoqqa tashib, bunaqa narsa yo'q. Hamma yoq o'zimiz joylarga bitadi. Mana kelinglar, ko'rishinglar mumkin mana bu yerda. Mana yangi zakatlarimizga materiallar kelgan, mana ahamiyat berib mana reykalarimiz ham chiroyli lastikli reykalarda mana shu arramizni xudo xolasa chiroyli 90 graduslarda kesib turib mana shu yerdan boshlanadi o'zi hamma ish 90 gradusda kesilarida keyin davom keladi. Bularga alohida qaratamiz, mana yarim so'li ishlarimiz ham bor, suv ishlarimiz. Bular уже почти tayyor bo'lib qolgan, rangi qo'ygan xolos bular. Mana bu yerda ham bor. Arradan keyin biz sразу buni roverga tashlaymiz. Bu aşı gül o'yib, chiqarib har xil fasonlar chizib beradigan apparatimiz bu. Mana kompyuterda chiziladi, roverga tashlanadi, chiroyli qilib. Undan keyin reykalarni terilgandan keyin buni garyachi prisimizga tashlaymiz buni. Shoshilmasdan hamma buni maromiga yetkazib turib, keyin tushirib turib, yopishtirib olamiz. Eng asosiysi bu MDF eshik romlarda asosiy narsa buni shu pris jarayoni bo'ladi. Mana endi ko'rishinglar mumkin. Undan keyin mana shu holatga keladi. O'sha yarim cho'la ishlarimiz hammasi tayyor ekan. Mana bu yangi zakatlarimiz. Mana shu yarim cho'la har xil etapli ishlar ketyapti hozir bu yerda. Bu yerda mana high-tech fasonida ketyapti. Bu yerda potichkalarimiz. Xullas shu sexda yoqqa bu yoqqa yugurmasdan mana shu yerda o'zida kiriladi. Mana shu yerda o'zidan ish to'g'ri zakashini uyga olib borib, chiroyli qilib ustunovkalari ham hamma yo'g'i, dastavkalari ham, ustunovkalari ham hammasi ichida o'zimiz chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ozgina narxiga urg'u berib o'tib ketaman. Bu suxoy ishlarimizni narxlari bu endi zavodda yo'q, MDF ranglaridan kim qanday xohlasa shu rangni chiqaramiz. Shuning uchun buni narxi qimmatroq bo'ladi. Yana ham qulayroq qilib aytaman. Bor rang, yo'q rang 700 mingdan 1 kvadratini umumiy qilib aytib beraman, qolganini murojaat qilib telefon qilsanglar, qolganini gaplashaveramiz. 700 mingdan 1 million 300 minggacha 1 kvadrati ishlar bor. Endi bu yog'i o'sha zakasiga qarab bo'ladi, fasonlariga qarab bo'ladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol telefon nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar tekin, vodiy bo'yicha ustunovkalari ham tekin. Mana shu narxning ichiga kiradi. Hammaga omad. Xudo xolasa yana ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.